Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga men qanaqa texnik kiyimlar olishni o'rgataman. O'zimdagi mamlaqa kiyimlarni olishga hammasini ko'rsataman. Mana ko'p mamlaqa kiyimlar bor, bularni o'ntaganga olganman. Hop, endi bunaqa ochki o'zida kiyinib beradi. Men bularni o'zim kiydirib qo'yganlarimni bu yerlardan olganman. Mana mamlaqa bor. Mana bundan ko'ra bu yaxshi, shuni tanlab qo'yganman. Orqamdan hali bor. Pakani tanlayman. Bu bor. Bular hammasi o'z tutganlarim, hammasi tekkan. Bu robotni o'ziniki. Bu eng zo'ri. Men o'shaning uchun shuni kiyib olganman. Давайте men sizlarga bularni qilishni o'rgataman. Birinchi bo'lib bitta narsani ko'rsatib, robotni qayerdan olganimni. Robotni ko'rsataman sizlarga yaxshiroq uchun. O'zinglarni avatariga kirasizlar. Mana bitta turibdi. Allanni pastida. Mana shuni bosasizlar, keyin mana presserangini bosasizlar. Min max chiqadi. U yoqqa kirib ikkalasiga ham 0 qilasizlar. Keyin applyni qora narsani bosib qarasanglar, sizlarda hamma tekin narsa chiqib keladi. Mendagi bu skin olganlardan keyin bu bittada kiyilib qolmaydi. Bularda ko'p kiyimlar bor. Bular bittada kiyilib qolmaydi. Bularni olasiz, keyin o'sha olishni bilsangiz kerak. Keyin kirasiz, mana olganman. O'sha mana hozir robotni ko'rsataman. Robot bu yerda, mana. Shu tamda. Bu tamasmi? Olganlardan keyin kelib qolmaydi. O'zinglardan qayerdan tanlab olish kerak edi. Mana effektlari, o'zi robot effektini ham beradi. Yugurishi, o'zini boshqacha sakrashi ham bor. Mana uchishlari, bular suzish, boshqacha suzadi. Kiyimlari qayoqda edi? Mana deydi. Hozir ko'ramiz. Mana kiyimi kiyilgan. Mana qo'li kiyilgan, ikkinchi qo'li kiyilgan. O'zi shunaqa sizlarda mana mamlaqa bo'lib chiqib keladi. Bunda mamlaqa bossanglar, mana kelib qoladi. Hamma narsasini ikkinchi oyoq, buni shu yoqqa tashlab beradi. Bosh qayerda? Mana boshi birinchisida turibdi. Buni tepasida turadigan nosorogi ham bor. Xohlasanglar o'shani ham ko'rsataman. Bosh kiyim qayerda edi? Mana bosh kiyim mana saru mana. Bularni kiyganman. Buni olib tashlaymiz. Mana bunaqa kiysa bo'ladi. Men olib tashlayman. Mana shunaqa qilsanglar bo'ladi. Tushundinglar? Mana keyingi qani o'tib ketdingmi? Mana odda бесплатные вещи deb yozganlarda birinchi bo'lib men o'ynaganman. Hozir yozib bera qolaman. Mana
бесплатные вещи yozdim. Mana birinchisi o'zi katta bo'lib chiqib keladi. Hop, shuni o'ynashga bosamiz. Mana kiradi o'yinga. Mana boramiz. Bu yerda yurib yursam bo'ladi. Mana bu yerga kirib, mana ma'mullarni o'ynaysiz, mana kiyimlarni beradi. Bu yerga kirib o'ynaysiz, mana narsalarni beradi. Mana rujim hammalarni olganman, boshqachalar ham bor. Hammasi bor bu yerda menda. Bu oraya 25 minglik kristal topshirish kerak. Bu o'yinni mana kasqili aytib ketdim. Birlikda bo'lsangiz, mana botladi bu o'yinni o'ynab, qo'lim mana qolsa bo'ladi. O'ynasanglar o'zi beradi. Bunga kirib o'tirishinglar shart emas. O'yin o'zi avtomatik kolleksiyaga qo'shib yuboradi. Kenglarni ko'rsatishgan. Mana bu yerda mana shunaqa hammaga kiyim, qiz bolalarga joy bor. Qiz bola bo'lsanglar, odam kirib o'ynayveringlar. Mana bunaqa narsalar bor. Faqat yoniga kelasizlar, hozir kirgim kelmayapti. Bunda to'g'ri yursanglar, portalga o'zi kirib ketadi. Orqanglarda bunaqa popkan o'rniga bunaqa narsa turishi mumkin. Mana shunaqa narsalar bor, kirib o'ynasanglar bo'ladi. Hop, mana bu yerda bunaqa narsalar bor. Mana bu o'ynasanglar orqalarga qanot beradi. Mana bunaqa o'ynaganman, bu vashshosdan. Buni anaqa oddiy kirasalar, kirganinglardan keyin Godzilla popkani chutib olganman. Nimagadir, lekin bu yerda Godzilla popka yo'q. Oddiy savol javoblar beradi. O'shanga to'g'ri javob bersanglar, birinchi bo'lib kallasini, keyin qanotini, keyin Godzilla popkani beradi. Bu o'yinga kirsangiz, nedosta turibdi. Mana kirmoqchi edim, bu narsalar bor edi bu yerda. Mana yo'qdi, kepka anaqalar bor edi. Men kira olmadim. Agar sizlarda kira olsa, kirib o'ynayvering. Mana qiz bolalarga kapalar, anaqalar hammasi shu yerda bor. Bu yerda mana ko'p narsa bor bu yerda. Shunaqa narsalar bor. Men g'alatiroq kiyim oldim. Mayli. Mana o'yinlarga kirib o'ynasanglar bo'ladi. Bu yerda hali ko'p narsalar bor. Mana mountlarda hamma yo'da o'tladi. O'ynashni tushundinglar, o'zingizlarga provaga kelib ko'rishinglar ham bo'ladi. Skininglarga yaxshi tursa o'ynayverasizlar. Mana bunaqalar. Menda hozir voy tushib ketdi. Tushuntiradigan aytaman. Bu yerda har xil joylar bor, bu joy bor. Mana shunaqa joylarga kirib, hammasida o'ynasanglar bo'ldi. O'ynasanglar beradi. O'ynash kerak. Bu o'yinga kirib o'tirish shart emas. Kolleksiyaga qo'shib yuboradi. Hop, endi men sizlarga tennis bosib ko'rsataman. Mana o'yinga buni kristal olish kerak. Kristallar qayerda bo'ladi, hozir ko'rsatib chiqaman. O'ynab, bu yerda hamma narsani o'rishinglar bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Iltimos like, podpiska, komment bosinglar. Birinchi videolarimda bo'ladi. Mana Riya 25. 2025 mana bu yerga kirganlarga hamma загрузка bo'lsin, biz bungacha nima qilib turamiz. Bu yerda kristaldan qatdan shu ketaman. Mana tepada bo'lasizlar, kelasizlar, mana chiqasizlar. Oxirga chiqasizlar. Chiqqaninglardan keyin qayerda esini chiqarsam, bugun o'ynadim. Ozgincha narsasini kechib olganman. Mana hozir mana qilsanglar, mana shunaqa joyga chiqib olasizlar. Aytganimdek, yondan kelsanglar mana bunaqa narsalar bo'ladi.
bundoq qilib chiqib olasizlar. Mana bu yerda kristal bo'lishi kerak. Men olib qo'yganman, shuning uchun ko'rinmayapti. Chiqadi, kristalga bos deydi, shunda bosasizlar bo'ldi. Keyingi joyi ko'rsataman. Keyingi joyga o'zingizlar qilasizlar. Mana bu odamni tushib ketyapti hozir. Qanaqa qilib tushib ketyapti desanglar, mana bu yerda bunday kesanglar anaqa bo'ladi. Bunda mana shunaqa qilib sekin-sekin tushib ketasizlar. Oxiriga borsanglar bitta ko'k shlyapa beradi. Olasizlar o'shani. Mana bu shlyapani beradi. Mana hammasini olganman. Mana bunisini tushmagan nimagadir. Mana bu ko'k shlyapani beradi. Oxiriga borsanglar. Keyingi joyga ketdik. Keyingi joyga ana to'riga borish kerak bo'ladi. Hozir shu to'riga ketamiz. Mana teparoqlarga sekin qilib chiqamiz. Oxirigacha chiqsanglar bitta katta o'rtoqcha joy bor. Bunga kelsanglar bunaqa narsa chiqadi. O'tdan sekin-sekin o'tgandan keyin mana bitta kristal paydo bo'ladi. Hozir men prosta o'tdan olib bo'lganman, shuning uchun meni ko'rinmayapti. Endi keyingi joy ketdi. Keyingi joyga adashmasam ayoqda ham bo'lish kerak. Qaranglar o'zingizlarga, agar mana burchini ko'rasizlar, mana mamtikingizda bitta kristal paydo bo'lish kerak. Menimcha, agar bu yerdan paydo bo'lmasligi mumkin. Sizlar 8 ta yig'ishinglar kerak. Men 8 ta yig'ib bo'lganman kristal, shuning uchun menda oddiy yulduz turibdi. Keyingi joyga shu yerdan pastga tushib, shunda to'g'ri yuramiz. To'g'ri yurganimizdan keyin mana bu yerda ham bitta kristal turadi, mana shu yerda. Buni ham shu yerdan olamiz. Keyingi joy bot. Mana shu zanadan chiqqanlardan keyin mantiga kelsanglar o'zi sekretni joy ochiladi. Sal tushib ketdi. Mana shu joyda bitta kristal bo'ladi. Shu yerdan olasizlar. O'shanda hozir men sizlarga nechtasini, bitta qolib ketdi. Bittasini hozir bitta qoldi. Bittasi ayoqda bo'lardi. O'sha yerda o'zi menimcha 3 ta kristal bo'lardi. Qarab ko'ringlar, mana mamtlarga bunda mamtga chiqadi. Bu chiqqaningizdan keyin mana masjidlarda, mana masjidlar, stupenkalarda bitta kristal bo'ladi. Olasizlar. Tushundinglarmi? Mana shunaqa qilib tekin narsalar bo'ladi. Mana shunaqa qilib yaxshiroq kiyim olganman. Mana oldin tushmasdan o'ynaganman. Hammaga bo'pti. Sizlar bilan Muhammad Qodir bo'ladi. Hammaga yaxshi.